Tushundim. Bismillahirrohmanirrohim. Kecha kunduz kengligi, rizq ro'zimiz kengligi, abr nayson kengligi fasli bahor ichida. Hosildor bo'lug' yerlar, g'ayrat qilib fermerlar, mo'l hosil g'amli yerlar fasli bahor ichida. Deb hojdadan nima ekilibdi bugun. Oqoltinimiz, paqchigitimiz yerga tushibdi. Shunga duo qilinglar. Xudoy taolo ekilgan chigitlar bexato kasalliklarga uchramasin. Va oq oltin deyilib ta'rif qilingan oq oltinimiz yar rivojlanib, bu Qo'shtepaga hamma qo'sh bo'lib kelaversin. Endi mana bu nimani duosini aytamiz. Bu Husanboy tog'am yana bitta bo'lgan zotlar, Masih To'radadan hammasini duo qilib o'tdilar. Yana duo qilamiz. Mana Habibulloh qori yig'lavad. Bu masjidga 50 yil iymonni qilganlar. Juda qiyin narsa. Bu odamlarning maromatidan boshqasidan hammasiga chidab, shu joyda dunyoga keltirib, mana xizmatlarni qilib o'tgan zotlarni, o'tganlarga rahmat, hozirliklarni salomat qilsin. Yana bitta asosiy gap, mana shu biz mana To'radada mana qorilar, boshqalar yurgan vaqtimizda, o'qigan vaqtimizda bo'lgan, mana kecha xushxabar eshitdiki, yurtboshimiz taraflaridan xatimga o'tgan qorilar uchun 18 milliard so'm pul ajratib, har birlariga hammasi 1 trillion. 1 trillion? Hammasi. Endi sanab kelib taqdir 1 trillion 10 trillionga chiqib ketdi. Bu himmati baland odamning qimmati baland turadi. Yurtboshining himmatlari baland ekan. Bitta qorilar va imomlargacha, to'pilarigacha, ozonchilarigacha hadiya berib olibdi. Nimaga? Bu dunyoning go'zalligi mana shundan iborat bo'ladi. Ittifoq bo'lamiz, mustahkamlashamiz, ilon, tuhmat, bo'xtonlar qolmaydi. Din islomga bo'lgan rivoj, iloj albatta davlatni taraqqi etadi, yurtboshining qonunma jonlari salomat bo'lsin. Eng asosiysi To'radadan rosa duo qilib, tinchligimiz barqaror, bardavom bo'lsin. Bu qaysi yurtdagi ulug' ilm degandachi faqat mulla qorilar tushunavermaylar. O'qituvchilar, ma'lumlar, professorlar, akademiklar, lo'tchilar, tabobatchilar, doktorlar hammasi ilm egasi. Shu joyda ilm egalari hurmat qilinsa, e'zoz qilinsa, shularning darajasi ko'tarilsa, o'sha yurtni Alloh darajasiga ko'taradi. Barakasini beradi degan hadislar. Xudoyo mana shu yurtimizda ahli ilmlarimizni bo'lsin, boshqa odamlarni bo'lsin, endi bu yoqqa qolib hozir Eronga qancha yordamlar jo'natilib, ertaklarga ta'minotlar bo'lsin, buni bitta odam qilarkanda, shuni orqasidan ergasharkanda bu yurtni boshlaydigan boshlig'i ekan. Yurtni boshlig'i boshi omon bo'lsin. Xudoyo mana shu barcha qilgan duolarimiz qabul bo'lsin. Bir so'z bilan aytganda, butun dunyoda tinchlik barqaror, bardavom bo'lsin. Allohu akbar.